Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugun 10-avgust 2026-yil Agrobank hafta tashkiloti binosida bank mijozlari, fuqarolar va tadbirkorlarga navbatdagi uchrashuv o'tkazish belgilangan. Bundan asosiy maqsadimiz tadbirkor boshqa fuqarolarimizga tadbirkor bilan o'rgatish, kredit ajratish, tadbirkor faoliyatini shug'ullantirayotgan fuqarolarimizga faoliyatini kengaytirish uchun moliyaviy resurslarimizdan foydalanib kredit ajratish. Buni asosida yangi ish bilan yaratishdan iborat mahalladagi, tumandagi ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlash, daromadini oshirish asosiy maqsad bo'lganmiz. Demak, hozir bizda ichkarida ishlamaydigan, amalda 2 oyda ichkarida ishlamagan fuqarolarimizga biznesga ko'mak kreditimiz bor. 12 million so'mgacha beriladi, 25% dan 48 oyga beriladi. Naqd loyihasi kreditimiz bor. Bu 50 million so'mgacha beriladi, bu ham 25% dan 5 yilga beriladi, 13 oyga beriladi. Bundan tashqari haftachi tuman avval tumanga kirganligi uchun har bir oila tadbirkor kreditidan 12% dan 50 million so'mgacha beriladi. Yuridik 100 million so'mgacha beriladi, keyin 1 milliardga loyihalarga 1 milliardgacha beriladi. Undan yuridik tashkilotlarimizga faoliyat yuritayotgan kamida 1 yil faoliyat yuritgan tashkilotlarimizga 312 son qarorasidan 300 million so'mgacha kredit ajratamiz. 100 million so'mgacha sug'urta bilan 100 million yuqorisi garov bilan ajratiladi. 5 yilga ajratiladi, 20% ajratiladi. Bizdan tuman 4-toifaga kirgani uchun. Bundan tashqari yoshlarimizga oltmish son qarorga esa kredit ajratib beramiz. Keyin 11 son qarorga esa bu institut bitirgan yoshlarimizni yakta ochganmiz, yuridik ochganmiz o'zlariga yoki institut bitiruvchilar ish bilan ta'minlaganligi 11 son qarorga esa 18% ajratilamiz. Yoshlarga ham 11 son 18%. Keyin ayollarimizga hamroh ayol kreditimiz bor. 383 son qarorga esa demak 20% dan aylanma 20% ajratiladi. Bunga 500 million so'mgacha